O'ziga bahosi baland ayollar hech qachon so'kinmaydi, chunki bunday kir so'zlar bilan fitratini kirlatmaydi. O'ziga bahosi baland ayollar aslida qanday bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Qaddi doim tik turadigan, qomati ko'tarilgan, ammo kibr alomatlari yo'q. Ular doim nim tabassum qilib yurishadi. Birovlar fikrini eshitishni bilishadi, ammo o'zini fikrida qoladi. Bunday ayollar hech qanday vaziyatda o'zlarini yo'qotib qo'ymaydi, chunki emotsiyalarni juda kuchli boshqarishadi. Soxta va haqiqiy insonlarni darrov ajratishadi. Insonlarni boy yoki kambag'alga ajratishmaydi. Kamtar va juda nafis insonlar bo'lishadi. Qizlar, qaranglar, menda nima? Hozir men buni qayerdan olganimni sizlarga aytib qilaman. Описаниеda обязательно o'qinglar. Bunaqa ayollar ko'p gapirishmaydi. Gapirganda ham aniq, tiniq, samimiy gapirishadi. Bunday ayollar mehmonga borganda hech qachon joy tanlashmaydi. Izzat talablik qilmaydi. Qanday ekan? Bunday turdagi ayollar muhokama, g'iybat qilishdan juda ham uzoq turishadi. Bunday ayollar ko'pincha yolg'iz yurishadi, chunki yolg'izlikda ular aynan o'z ustida ko'proq ishlashadi.